Get Ready With Me uchrashuvga makiyajim уже tayyor. Makiyajimdan tushunganinglardek, bugun oddiyroq, lekin chiroyli ko'rinishim kerak. Mana bu ko'ylakni tanladim. Bu ko'ylak chunki ko'rinishdan juda ham oddiy, lekin baribir qiz bola ko'ylak kiysa, bo'li elegantliroq ko'rinadi. O'zim beli chiroyli qilib turadigan shunaqa bog'ichi bor, qisib boylab tashlamadim. G'alati ko'rinib qolardi. Shuning uchun lehkiroq qilib boylab oldim. Endi biz hozir sochimizni yoyamizmi, qizlar yoki yig'amizmi, men shuni bilolmayapman. Hozir sumka tanlab olaylik, и потом sochga kelishib olamiz sizlar bilan. Qanaqa sumka? Sumkani tanlamaymiz, taqinchoq tanlaymiz. Ko'p nimadir taqib tashlagim kelmadi, shuning uchun shuni tanladim. Men taqinchoqlarni to'g'risi aytsam rasm yaxshi ko'raman, lekin hozirgi menimcha obrazimga ko'p taqinchoqlar taqib tashlasam, juda ham chiroyli ko'rinmaydi deb o'yladim. Dunyodagi eng qiyin jarayon men uchun sumka tanlash, потому что juda ham ko'p sumkalarim bor. Menimcha yoki buni tanlash kerak edi, ikkalasidan bittasini. Naверное, men buni tanlay qolaman. Oq sumkachani qo'y. Juda ham akkuratni va menimcha qanaqadir obrazimni yanada zo'roq ko'rsatib qo'ydi deb o'ylayapman. Sochimni yig'ganimda bo'li elegantliroq ko'rindi deb o'yladim. Boya yoyganim unchalik yarashmagandi. Bot, endi naверное juda ham chiroyli obraz bo'ldi va men uchrashuvga ketishga tayyorman. Agar sizga qiz bolaga xos kontentlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va albatta Get Ready With Me qildim sizlar uchun, shuning uchun kommentariyam yozib qo'yinglar.